xotinning eriga itoatsizlik qilishi deb ataladi. Xotinlaringizning itoatsizligidan qo'rqsangiz, avvalo ularga pand nasihat qilinglar, so'ng, ya'ni nasihatlaring kor qilmasa, ularni yotoqlarda tark qilingiz. Ular bilan bir joyda yotmang, yaqinlashmang. So'ngra, ya'ni shunda ham sizlarga bo'yin sunmasalar, uringlar. Ammo sizlarga itoat qilsalar, ularga qarshi boshqa yo'l axtarmanglar. Albatta Alloh eng yuksak va buyuk bo'lgan zotdir. Niso surasi 34-oyat. Vohiliy radhiyallohu anhu aytganlarki, bu oyatdagi itoatsizlikdan murod erga osiylik qilish, ya'ni takabburlik bilan erining buyruqlariga xilof ish yuritishdir. Ato radhiyallohu anhu aytganlar, u ya'ni itoatsizlik eri uchun o'ziga oro bermaslik, xushbo'ylik sepmaslik, o'zi bilan huzurlanishiga yo'l qo'ymaslik va ilgarigi mo'telik holati o'zgarib qolishidir. Unday xotinlarga Alloh kitobi ila pand nasihat qilinglar. Alloh ularga buyurgan ishlarni eslatinglar. Ularni yotoqlarda tark qilingiz. Ibn Abbos radhiyallohu anhu u to'shakda xotiniga orqasini o'girib gapirmay yotishdir degan bo'lsalar, Sha'biy va Mujohidlar u xotini bilan bir joyda yotmaslik, yaqinlashmaslik deyishgan. Ularni uringlar, ya'ni qattiq biron a'zosiga jarohat yetkazadigan qilib emas, bilaks sekin uringlar. Ibn Abbos radhiyallohu anhu odob berish uchun kafti bilan ko'ksiga turtish kabi deganlar. Xotinining itoatsizligini ushbu oyatda zikr qilinganiday, Alloh izn bergan sura. Menimcha, aroqni dadam